Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Biz bugun Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasininki edebiyot suhbatininki davom sifatida bugun o'ta ichida tanilgan shoir, rejissor, G'arb modernizm edebiyotining aqimlar nomli kitobning tuzg'uchisi, Orliq va boshqalar nomli she'rlar to'plamining avtori, Uyg'ur yangi she'riyatiningki asosiy vakillaridan biri, shundaqla Sahrodagi Mungluq ko'y, Ayg'uva qatorliq kinolarning Qashqardagi Yer shari nomli Qashqardagi hikoya nomli televizyon teatrining rejissyori Tahir Ahmad akamizni Uyg'ur kinochilik va kino edebiyoti haqida suhbatga taklif qildik. Tahir aka, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Hammanglarga mendan salom. Bugun Mahmudjon inimiz bilan ikkalan shu kino edebiyoti va Uyg'ur kinochiligi haqida bir suhbatga tayyorlab o'tiribmiz. Bugungi suhbatdan aqasinglarning ancha-muncha manfaatga erishishinglarni umid qilamiz. Tahir aka, shu bizningki edebiyot tariximizda keyingi 100 yillik edebiyot nazariyada hatto bugungi Nurg'ulg'a oliy maktabninki shu tuzilgan dars kitoblaridami kino edebiyoti degan bu atalg'i bu hukm asos yo'qqa bo'lsin intayin ojiz nihoyat yuzaki bir hukmga shunga bilgan shuni bir muajiratda bo'lsinmi tushunishni taqim cho'nqurlashtirish bir kasb ahlidan egallash bu suhbatni. Biz zaten shu nimani bir kino edebiyoti deymiz. Eng avval bir shunga bir aniqlama, ta'bir bir kategoriyalashtirib olsak, undan keyin suhbatimizni davomlashtirsak. Bo'ladi. Bu endi edebiyot cho'ng jihatdan 4 turga bo'lindi. Birisi she'r, she'riyat, yana birisi proza, yani nasriy asarlar, yana birisi sahna asarlari, yana birisi shu kino. Endi bu shu 4 cho'ng turning biri endi. Bu kino edebiyoti ayrim bir tur cho'ng turning. Bu she'riyatga o'xshamaydi, prozaga o'xshamaydi, teatrga o'xshamaydi. Endi bu kino edebiyotiningki o'z ichi desa, o'z ichidan yana kino ssenariysi, kinolarninki naqsh tekstlari, andikin kinolarning tushuntirishlari degandek shunda ba'zi turlarni o'z ichiga oladi. Bo'libmi endi kino edebiyoti asosli qilib endi kino ssenariysini ko'z tutadi. Endi bu kino ssenariysi deganimiz balkim hammamiz bilamiz, bir kino ssenariyi asosida ishlanadi. Lekin jiq odamninki ssenariyga nisbatan tushunchasi biroz mujmal. Buning bilan maxsus shug'ullanib boqmagan yoki buning bilan uchrashib boqmagan odamlarning ko'pi ssenariyninki zoti qanday bo'lganligidan toza xabari yo'q. Endi bugun biz asosli qilib shu kino ssenariysi haqida, ya'ni kino edebiyotininki kino ssenariysi asosli qismi bilan hamda Uyg'ur kinochiligininki hozirgacha qanday bir munosabatda bo'lib kelganligi to'g'riliq suhbatlashsak, menimcha biroz yaxshi bo'ldi. Chunki kino edebiyoti degan bu pek cho'ng bir soha bu. Endi buni bir qitimliq suhbatlar so'zlab bo'g'li bo'lmaydi. Shunga endi men o'zim mo'lchallab bizningki ko'rurmanlarimiz ko'proq hamda shu bevosita kino bilan bevosita munosabat bo'lgan ssenariyga bakrak qiziqdi deb o'ylab, bugun shuningroq markazlashtirsak o'zimizning diqqat nuqtamizni deb o'yladim. Bo'ladi. Unda bo'lsa bir kino universal bir san'at o'li sifati bilan buning eng asosli jeni hamda ssenariya, artistlik rol alishmati va rejissorlik undan keyingi kirishtirish. Unda bo'lsa shu kinoninki jeni bo'lgan shu ssenariya Uyg'ur edebiyotida yoki bo'lmasa yaqin zamon Uyg'ur tarixida qachonlardan boshlandi? Bularninki boshlamchilari kim o? Yoki bo'lmasa sizga nisbatan biroz yaxshi chiqqan burungi nadir kinolarda qaysi ssenariyalar shu yaqingi zamon Uyg'ur kinochilik vakillik qildirishlar haqida ozroq to'xtalib bersangiz yoki so'zlashdan burun bir kino ssenariyasi qanday bo'ladi, qanday yoziladi yoki bo'lmasa shakl jihatdan qanday bo'ladi, bu haqida to'xtalib bersangiz bo'ladi. Endi kino ssenariysi deganimiz kinoninki bir xaritasi yoki kinoda ifodalanadigan mazmunlarni kinoga mos shakl bilan
ifadaleydigan bir edebi şekil bu endi. Edebi şekil. Endi kino senaryosi çoğun cihetten hem ikkiga bölündü. Birisi edebi senaryo, yani birisi tafsili senaryo. Endi bu edebi senaryo deganimiz masalan ma'lum bir senarist aldı bilen şu yüzü film işleti muvaffak degan ma'lum bir nimini, ma'lum bir vaqani yoki ma'lum bir kinoning bir vaqaligini o'zi bir badiiy shaklda maydonlarga bo'lib yozadi. Bu endi adabiy ssenariy deb ataladi. Endi tafsiliy ssenariyni rejissor qiladi. Ko'p avalasida rejissor o'zi adabiy ssenariyni qo'lga olgandan keyin uni kino ishlashning ehtiyojini texmi loyiqlashtirib, tafsiliy ko'rinishlarga bo'lib kino ishlaydigan holat keltirdi. Endi bu ssenariy to'g'ri qisqacha bir tushuncha. Endi Uyg'ur kino tarixida, endi Uyg'urlarningki kino tarixi, Uyg'urlardagi kino, Uyg'urlar temizdagi kinolar shu 20. asrning o'rtalari, ya'ni Xitoy kommunistlari hokimiyat beshiga chiqqandan keyin 59-yili eng burun ishlangan hamda Bo'stonliqdagi tantana, ikki avlod, andan keyin qozoqlar temisi ishlangan Tangritog' Qizilguli, andan keyin Jiroqdagi Uchqunlar, Lutfullo Mutallib to'g'risida ishlangan. Andan keyin Anarxon 62-yili ishlangan. Degandek mushunda bir turkum kinolar bilan boshlangan Uyg'urlar temisdagi kinolar. Endi bu nima uchun buni Uyg'urlar temisidagi kinolar deymiz, nimishqa Uyg'ur kinochiligi deb bevosita demayman deganda, o'tganda bir qatimliq dialog suhbatida bu to'g'riliq qisqacha izohat berdim. Endi bugun yana boshqa qarindoshlarimiz kirgan bo'lsa, bularga qisqacha izohat berish zo'r deb qarayman. Endi biz bir dunyoda endi bu kinochilik har qaysi davlatlar bo'yicha atiladi. Shu davlatlardagi rejissorlar ishlagan, masalan Fransiya kinochiligi, Italiya kinochiligi, Xitoy kinochiligi yoki Amerika kinochiligi deb atiladi odatda nazariy tadqiqotda. Endi millatlar bo'yicha Uyg'ur kinochiligi, Qozoq kinochiligi, Mo'ng'ul kinochiligi deydigan manda uqummi odat ko'p uchirmaydi. Lekin biz endi Xitoyda o'z oldimizga madaniyatimiz bor, o'z oldiga tilimiz bor, o'z oldimizga o'xshamaydigan bir xalq bo'lg'achqa, endi Xitoylarmi endi Jungo Shaoshu Minzu deydigan bir kategoriya shakllangan Xitoyda. Buning ichida yana shu Uyg'ur kinochiligi, Mo'ng'ul kinochiligi, Tibet kinochiligi deb hamda shu millatlarning tili, nimasi shu millatlarning turmushi ifodalangan ba'zi kinolar ishlangan endi. Bu endi ayni chog'da Xitoy yangi hokimiyatga chiqqan mezgilda endi o'zining hokimiyatini texmo mustahkamlash uchun asonliq millatlarningki ba'zi madaniyat, ba'zi san'at, ba'zi ishlarga yo'l qo'ygan asosda o'zining tashviqotini qilgan. Shunga biz bayatni tilga olgan Bo'stonliqdagi tantana bo'lsin, masalan andan keyin Anarxon bo'lsin, ikki avlod bo'lsin, buning hammasi siyosiy kinolar. Gerçi Uyg'urlik kino bo'lmag'achqa Uyg'urlar bularni pek yaxshi ko'rib, voy Anarxon u bu deb bundan maqtagan bilan amaliyot bu kinoning tibki muddasi Xitoy hokimiyatiningki asonliq millatlar tashviqotini asos qilgan endi. Endi bularning hech qaysini Uyg'ur kinochiligi tavaqqa qilib bo'lmaydi. Nimishqa desa, bu ayni chog'dagi bu kinolarningki ko'pini Xitoylar yozgan. Gerçi Uyg'urlar turmush yaksatgan bo'lsa-mu, ammo Wang Yuhu deydigan bir Xitoy 10 yillab Uyg'urlar temiz kino yozgan. Andan keyin 80-yillardan keyin Guang Chunlan deydigan bir shiba bir ayol, u endi Xitoy tilida endi ummo 90-yillargacha Uyg'urlar temiz kinoning ssenariylarini yozib, hatto Uyg'urlar o'zimizningki kinolar deb pek yaxshi ko'radigan, masalan Sirliq karvon deymiz, Said Jamalning o'limi deymiz, yo'lboshlovchi şey. Onun da yo'lboshlovchi undan burungi hamda. Andan keyingi masalan shu hamda Rana'ning to'yi Mamtim Nazratning hamda. Andan keyin artist bo'lmaydigan qiz deymiz, Said Jamalning o'limi, u bu shu 80-yillardan ta 90-yillarning o'rtalarigacha 10 necha yil mush Guang Chunlan degan ayol Uyg'urlar temiz kinoga hukmronlik qilgan. Bu arada hamda G'arib Sanamga o'xshash andan keyin Ali Aziz Tepchaliyev qatorliqlar ssenariysini yozgan. Andan keyin Molla Zaydin degan kino hamda Molla Zaydinga o'xshash, andan keyin bu Mamtim Nazrat degan hozir Turkiyada keyin inqilob bilan shug'ullangan u kishi yozgan. Nurnisa deymiz, Ra'noning to'yi deymiz, u mening dadam, atam deymiz, ashunda bir necha andan qilib Boytaqlar oilasi degandek bu shunda bir necha filmlar andimunda
Uyg'urlar o'zi yozib, o'zi rejissyorlik qilib, shunday mangan filmlar bor. Hem bu ssenariyni deb o'tdim, hem de rejissyorlarning ko'proq To'yg'un Ahmedi. To'yg'un akam bir necha filmlarga shunday rejissyorlik qilgan. Hem de gerçi hem de bu mezgilde kino senaryosini bir türküm Uyg'urlar yozgan. Mesela Taşvay deb bir kino senaryosi toplumi bor. Bu 80'li yıllarda çıkan. Bunun da Turg'an Shavdinning Taşvay deb bir senaryosi bor. Mamti Hazratning Ra'noning to'yi degan senaryosi bor. Nurmuhammad Zamanning Shahzoda va uning do'sti degan senaryosi bor. Muhammad Shaniyozning Chilbirning alaqati degan senaryosi bor. Bu bir Uyg'urlar senaryolarni qilib ishlagan. Buning ichida faqatla shu Ra'noning to'yi degan shu senaryo film qilib ishlandi. Hem 80-90'lardan keyin Uyg'ur kinochiligida hem de tadqiqot sohasida ikki odam kitob yozdi. Buning birisi Umar Qodir hamda kinochilik to'g'risida. Endi yana birisi Iqbol Tursun, Uyg'ur kino televiziya madaniyati to'g'risida. Andan keyin yana bir asar bor, shu Ablat Qodirov Shinjang universitetidagi bir ayla yozgan bir kitob bor. Lekin bularning hammasi tadqiqot kitoblar. Hem de senaryo bilan shug'ullanganlar keyingi mezgilda hamda keyingi avlodlarning ko'proq Umar Qodir, Qahar Niyoz, Farad Tursun, bir turkum yosh qalamkashlar 2090'lardan keyin 2000'lardan keyin senaryo yozdi. Masalan, Aqtam Marmo G'erib Sanam degan senaryoni yozdi. Hem de mushu Uyg'urlar yozgan, Uyg'urlar rejissyorlik qilib ishlagan, Uyg'urlarning turmushi asos qilingan filmlarni biz ham Uyg'ur kinochiligiga tava qilamiz. Lekin hamda unda bo'lmagan, masalan, Xansuli yozgan yoki Xitoylar boshqalar yozganlarni hamda Uyg'urlar temizli kinolar deymiz. Hamda shunga hamda Uyg'ur kinochiligininki va kinochiliklar bo'lgan senaryo yozish ahvoli qisqacha desak hamda hozirgi ahvolasidan shundaroq bir holatda tug'an toki shu 2000-yilninki 2010 shu Urumchida vaqa bo'lganlikda ishlangan filmlarda ahvol shunchalik hamda Uyg'ur kinochiligininki senaryo sohasidagi ahvoli. Bu Uyg'urlarda senaryo yozganlar, ya'ni Uyg'ur kinochiligining taraqqiyoti bilan hamda yetishib chiqdi. Haqiqatan biz 90-yilninki oldikayinda ishlangan kinoga qarasak, boshda Aqtam Umarning Qurtlab ketgan ko'l 6 qismli kino qilindi. Undan keyin Muhammad Ro'ziyarxonning tashxisida echilgan Gulbati, buloqma va Umar Qodirlar Qarni yozgan bir turkum kinolari. Hemmidan Uyg'ur edebiyotida nihoyatda yaxshi bir hikoyalarni, povestlarni Uyg'urlar kinolashtirib ishladi. Masalan, Mamti Mo'shunniki Sarang, Dab, Qirliq stakan, bu tushamas qatorliq bir turkum hikoyalari shu nom bilan kino qilib ishlandi, ssenariyalashtirib. Masalan, Paratiliyasning Menda nima gunoh nomli mashhur povesti, u Olimjon bo'lumsizmi degan mavzu bilan kino qilib ishlandi. Ya'ni Uyg'ur edebiyotiga nodir romanlar, povestlar, ya'ni ssenariyalashtirildi. Shu ssenariyalashtirilgan asarlar hamda Uyg'ur turmushini, Uyg'urlarning hayotini, Uyg'urlarning urf-odat, psixik mijozlarini aks ettirgachga hamda bular 90'yillar menga nisbatan sap Uyg'ur kinochiligining ham boshlangan, ham rivojlangan bir davri deb o'ylayman shaxsan men. Hamda shu bizningki bu san'atimizningki kinochilikningki pek tarix uzun bo'lmasimi? Ma'lum bir taraqqiyot kelishida bizniki an'anaviy mashrablarimizdagi o'yinlar, al-nag'ma teatr, 80'yillarda gullangan opera, dramachilikninki bir bog'lanishi munosabati bormi yoki bo'lsa bu qanday bir munosabati bor? Shu haqda bir to'xtalib o'tsangiz. Avval sizningki dastlabki degan gapingizga kelsak, Uyg'urlarda kino bilan televiziya teatrini aralashtirib, hammani kino deydigan bir odat bor. Hem de bazı ahvallarda bu Uygurlarda aralışma ketinglik. Mesela siz bayatın Alimjon bo'lumsizmi, taş üstüde açılgan göl, mesela Timtas Gügüm, Susatqıç Ayal, u bu deb nurg'un filmlar ishlandi 90'yillarda, 90'yillardan o'ttirlarda. Yani bu kishini tonimsiz degan bir televiziya teatri bilan Uyg'urlarningki o'ziga xos bo'lgan bir xil televiziya teatrchilik yoki mandaqcha aytganda hamda kino desakmi bo'ladigan bir nima bir kinochilik bilan televiziya teatrining oralig'idagi bir ahvol shakllandi hamda. Lekin biz kino deganni kinoxonada qo'yadigan narsani kino deymiz hamda. To'g'ri. Gerçi hozir hamda bu yangi taratqularning chiqishi bilan bu kinoxonada qo'yish bilan tang vaqtda
Bizning masalan Netflix deymiz, HBO deymiz, yangi bir xil taratish endisi paydo bo'ladi shu dunyoda hozir. Buni kinoxonada qo'yib pul topgan bo'lsa, kinolarni hozir kinoxonada mu qo'ydigan, hatto kinoxonada qo'ymizmi, shu to'rdagi sahnalar, to'rdagi suplar orqali qo'yibmi o'xshash pul topa oladigan bir yangi bir iqtisodiy endisi shakllanyapti dunyoda hozir. Allaqachon shakllanib bo'ldi. Lekin hamda bu kino bilan televiziya teatrininki farqi bor. Birisi hamda oldi bilan bu televiziya teatri bilan kinoninki sizlar odatda mesela odatdagi ko'rmanlar Türkiye'nin televiziya teatrlarini ko'rdi, ba'zi kinolarni ko'rdi. Hozir ikkisini farqlantirmak biroz tez. Texnik jihatdan bo'lsin, ishlanish jihatdan bo'lsin. Lekin hamda kino ama kinoga mablag' jiq silinadi. Tücüblab ishlanadi. Televiziya teatrlariga desa, ancha bak tücüblanmaydi, tez mangadi, ishlanishimi sal yengilroq bo'ladi. Kino o'xshash astoydil bo'lmaydi. Andaki senaryoninki qurilmasi jihatdanmi kinoning ssenariysi zich bo'ladi. Har bir sekund, har bir voqea, har bir so'z, har bir bayon intayin astoydil o'ylashildi. Chunki bir sekund ko'rinish olish uchun nurg'un pul xarjlashga to'g'ri keladi. Shunga bu televiziya teatri bilan kinoninki farqi bor. Hamda Uyg'urcha desa, VCD qo'yilgan filmni kino deydi, kinoxonada ko'rganni kino deydi, televizorda qo'yganni kino deydi. Ish qilib bir voqelik chiqsa, bir ko'rinma holatda ko'ziga ko'rinsa, shuni kino deydi. Hamda hozir men yangi TikTok deymiz, Xitoycha do'yin deganlarda qisqa videolarni ishlab taqdirdi. Uni hamda Dönspin deb ataydi ekan hamda. Lekin uningdan burun shu voqelik chiqqan narsani ham shu kino deydigan bir odat bor. Shunga bu yerda kino bilan televiziya teatrini ayirib o'tish kerak. Men so'zlayotgan kino ssenariysi rasmiy shu kino. Endi televiziya sizlayotganingiz 90-yillarning o'rtalaridan boshlangan Uyg'urlarning madaniyat bozorini shakllantirgan VCD filmlari. Bular cho'ng jihatdan hammasi televiziya teatri kategoriyasiga kirdi. Lekin endi kino bilan kesishgan bir tarafi bor. Nima kesishgan tarafi bor desa, masalan, men ayni chaqda Ayg'uba degan filmni ishildim, Saraldik Mo'nliqko'y, anadan keyin Saraldik Mo'nliqko'y, Ayg'uba, degan bir film edi. Qarang'u tog'. Mesela 3 televiziya teatrini ishildim, lekin bu televiziya teatrlarininki hammasi 90 minutdan 2 qism, chunki VCD plastinkasiga bir qismga 45 minut patadi, 2 qism qilamiz, bir qap solamiz, A, B qipla. O'ttirdan filmni parchalaymiz, buni chiqaramiz. Lekin ssenariyoning qurilmasi cho'tsa, kino ssenariysiga yaqin. Kino ssenariysiga yaqin. Yani şu mezgil işlengen nurgun mesela bu kişinin tanımsız, Alimcan bulumsuzmu, anadaki şu Kırlık İstakan, şu Aygıva, anadaki bu düşemez, o bu da nurgun filmler bağımdı. Bunların için yakışılır mı bağ, naçalır mı bağ, her xil seviye okşamaydı hem de. Çünkü bir milletin işinin ki başlanışda aslında ahval yüz verdi bu normal hem de. Çünkü bizim kinoçuluğumuz burundan bombagan diken, biz hem aslında bir qadamdan menişimiz to'g'ri keladi. Shunga bu yerda sizning davatqama 9-yillarda keyingi masalan Timtas Gugum deymiz, qurtlab ketgan ko'l deymiz, bular televiziya teatrlari. Qashqari hikoyami televiziya teatri. Lekin endi men bugun ma'lum so'zlagan chaqda endi umuman mayli televiziya teatrining bo'lsin, mayli kinoning bo'lsin, ssenariy to'g'riliqlar so'zlash o'yan bor. Endi sizning savolingizning keyingi yerimiga kelsak, endi Uyg'urlar kino, televiziya teatrini MTV, mesela muzikalik TV ishlashni eng burun Qozog'istonningki Seyrlik Alma degan filmida o'rgangan. Anadan keyin bu chunki MTV degan narsani shu Michael Jackson degan kishi ijod qilgan. O'zining naqshlarini ko'rinish kelib, voqealik ishlashni shu Michael Jackson 80-yilda boshlagan. Bu o'sha Michael Jacksonning ijodiyati bu. Endi keyin andan keyin Xitoylarninki yo chet elninki, Turkiyaning u yerda ancha-muncha to'r paydo bo'lgandan keyin ba'zi videolar kirishga boshlagandan keyin shular taqlid qilib ishlagan. Ham televiziya teatrlarimi shu hamda. Televiziya teatrlarimi biz ko'proq hamda Xitoycha narsalarni ko'rib, chunki u chaqda chet ellardan ko'rmaymiz. Xitoylarning televiziya teatrlarini ko'rib, u chaqda Xitoylarda mana shunda 2 qismliq, 4 qismliq, 8 qismliq televiziya teatrlari bor ayni chaqda. Ko'rib shuni qilgan. Lekin siz degan hamda mashrab deymiz, Uyg'urlarninki u narsa kinoga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lishi notayin kino televiziyaga. Ammo hamda uning ichidagi madaniyat alohidligi, ba'zi maydon alohidligi, ma'noslar, balkim an'ana ma'noslar
kinoga mazmun sifatida kirgan bo'lishi mumkin hamda. Unda asa bundan biz manda bir yakın çıkardım ben bizniki bu nurgulgan sahalarımızga okşaş. Bu kino, televiziya sahasıdımı hukumның aralashib ketishi yoki to'g'ri hukum qo'llanmasligimiz mavjudga shunglashqa bir ko'ngilda to'g'ri o'ylaganni to'g'ri so'zlar ifodalasak-mu ma'no va hukm jihatda xatolikqa yo'l ochar ekan. Unda bo'lsa shu ssenariylarga unda Uyg'ur kinochiligidagi shu ssenariya bu qandaq taraqqiyotlarga bir ega bo'ladi demoq qisqagina bir vaqt ichida. Endi men Uyg'ur kinochiligidagi ssenariya to'g'riliq Uyg'ur kinochiligidagi ssenariya to'g'riliq sal konkretlashdan burun avval ssenariyaninki ahvol to'g'riliq ozroq bir tushuncha berishim to'g'ri keldi. Endi baya deb aytayotgandim ssenariya, adabiy ssenariya va tafsiliy ssenariya deb ikkiga bo'lindi deb. Endi buni adabiy ssenariyani bay dedik, ma'lum bir ssenarist yozdi deb. Tafsiliy ssenariyani ba'zida yolg'iz o'zi yozishi mumkin. Ba'zida ko'p avvalosida rejissor ishlamoqchi bo'lgan odam ssenariyni ko'rib, mush ssenariyni ishlasak arziydi ekan deb olsa, ham uni mablag' soladigan bir o'rin chiqsa, bo'ldi mush ssenariyni biz mablag' solib ishlaylik desa, undan keyin rejissor buni qo'lga oladi. Endi bu ssenariy degan bu boshqa adabiy asarga o'xshamaydi. Masalan, proza deymiz, she'r deymiz, buni kishilar o'qiydi. O'qib huzurlandi. Ammo bu teatr deymiz, bu kino ssenarist deymiz, bu o'qiydigan narsa emas. Endi bu ya sahnaga chiqib o'ynalishi kerak yoki film qilib ishlanishi kerak. Unda bo'lmasa, bu narsaning o'qishchanligi bo'lmaydi, bu narsaning ahamiyati bo'lmaydi. Albatta, dunyoda nurg'unlagan kinolarning ssenariylari kitob bo'lib chiqadi. Ba'zi ishlanmagan ssenariylarmi kitob bo'lib nashr qilindi yoki Şinjan san'ati degandek jurnallarda ba'zi ssenariylar e'lon qilinadi. Ham bir adabiy janr sifatida. Ammo bir ssenariya kino qilib ishlanmasa, uning ahamiyati cho'ng bo'lmaydi endi. Xuddi endi bu adabiyotga o'xshash, endi bu kinoninki ssenariyisimi endi cho'ng jihatdan 3 ga bo'lindi. Birisi ommabop kinolar. Masalan, biz ko'rayotgan shu Hollywoodning kinolari, Turkiyaning kinolari, odatda odamni ko'rib huzurlanadigan, ish pishig'ini chiqaradigan kinolar. Endi yana birisi badiiy kinolar. Endi badiiy kinolar deganimiz endi bu ma'lum bir ideyani, falsafiy ideyani, ma'lum bir cho'nqiroq bir narsani ifodalaydigan unda xosligiga manda filmlar endi. Bu xuddi adabiyotdimi, badiiy, sab adabiyot deb manda narsa bo'lgandek, ommabop adabiyot, badiiy adabiyot va astoydil adabiyot deb bo'lingandek, bu kinochilikdimi, ommabop kinochilik, badiiy kinochilik, astoydil kinochilik deb manda bo'linadi bularni. Endi ommabop deganimiz shu Hollywoodning odat biz ko'radigan ish pishig'ini chiqaradigan kinolar. Endi badiiy filmni boy dedim. Bunda filmlarni ko'radigan maxsus odamlar bor. Buni maxsus so'rab, rasmiy shu maqtash yishu deyiladi, badiiy filmlarni shu artistik shunda kinolarni ko'rib, shunda huzurlanadigan odamlar bor. Bu gerçeklik bununki bunda kino mesela bu Nuri Bilge Ceylan deb Türkiye'nin bir kino rejissörü var. Andikin İran'ınki mesela bu Abbas deydigan bir kino rejissörü var. Abbas Kiarostami deydigan. Andikin yani bir neçe nimsi var. Mesela bir Kürt rejissörü var. Mesela bular aslında badiiy filmlerini işlep, onun da ma'lum bir özünün iddiasini yoki ma'lum bir milletning yashash holatini aslında ifodalash orqali qimmat yaratgandan keyin bir asar yaratgandan keyin bu narsani xalqlarda masalan Cannes mukofoti deymiz, Venetsiya mukofoti deymiz xalqlarda shunday filmlar beradigan bir muncha mukofotlar bor. Shunday mukofotlarga erishib, shuni bilan dangliq qilib, shuni bilan o'zininki kinosini yaratadi bular hamda. Endi bu astoydil film degan nima desa, bizning shu manbai deb o'tgan Anarxon, Sirliq karvon, uningdan burunqi nimadan mustaq kelgan mehmon, bo'stonliq tantana degandek hamda ma'lum bir maqsad bilan, tashviqot maqsadi bilan ma'lum bir ideyani xalqqa singdirmoqchi bo'lib, xalqni ma'lum bir jamoat fikriga yetaklamoqchi bo'lib ishlangan filmlar. Ya'ni siyosiy muddasi, siyosiy va ijtimoiy muddasi bor filmlar hamda. Xitoylar nurg'un kinolarni ishlaydi, nurg'un kinolarni. Uning ko'pida shunday bir xil siyosiy muddaa bor. Hozirgi Xitoyning kommunistik rejimida endi nurg'un ishlangan filmlar shunday siyosiy muddaa bilan ishlandi. Masalan, biz Qashqardagi hikoya degan ko'p qismli televiziya teatrini dastlabki planga yo'llaganda
Biz şu çağda evcagan hizmet grupsununki tüvenge düşüp dehqonlarga yaxshi chiqib berishdan iborat mush temini bana qilib turib kinoni tasdiqni o'tkazdik. Shu televiziya teatrini tasdiqni o'tkazdik. Ya'ni biz shu bir xizmat tartib berib ashat ishlaydi. Bu bizning tashviqot, Gungchanning tashviqotini qilamiz degan shart ostida uning ssenariysini tasdiqni o'tkazib bo'lib, anadan keyin Qashqarga qo'yib ishladik. Lekin ishlash jarayonida balkim ko'rganlar his qilgan bo'lishi mumkin. Xizmat tartibda nayta az, nayta so'z, ammo Uyg'urlarning turmushi gerçi biz cho'nqurlab boshqa sohalarga kirolmaymiz. Bir odatdagi bir turmush hayoti tasvirlangan hamda. Shunga hamda bu shunday narsa. Bu anda turlarga bo'lindi. Ammo shu turlarga asosan hamda bu ssenariyaninki yezilishimi, turlarimi shunday bo'lindi. Albatta kinoni bo'lsak, balkim sizlar YouTube'ga yoki bu chiqsanglar bor urush filmlari, harakatli filmlar, qo'rqinchli filmlar, tugillik odamlar o'y soladigan filmlar, o bu deb nurg'un turlari bor. Onu deyishninki, onu tafsili to'xtalishninki hozir o imkoniyatim yo'q. Lekin ssenariy to'g'riliq va kinoning turlari to'g'riliq ozroq izohat bersam, ssenariy to'g'riliq bir narsa degil olmaydi. Hamda bizning Uyg'ur kinochiligida hamda men boy deb o'tgandek, burungi 80-yillardan burungi filmlarning hammasi Kompartiyaninki asonliq millatlar orasidagi, garchi eg'izdi deydi o. Asonliq millatlarning kun sari eshib berayotgan ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun biz kino, televiziya, radioni taraqqiy qildirishimiz kerak deydi o hujjatda. Ammo ishlangan filmlarning hammasi bu sap oldiki bir nima emas. Sap oldiki bir sap oldiki bir badiiy film emas. O hammasi shunda yoki ommabop film emas, ishpishig'in chiqargan film emas. Uningda cho'qim bir narsani qatidi hamda. Bir narsani hech bo'lmasa, masalan Ra'noning artist bo'lmaydigan qiz deganda Madina Qilowning keyingi jarohat, artist bo'lmaydigan nima Ra'noning to'yi deganda rasululloh nima hamda bu hamda Ra'noning to'yini aralda nima mantimazlab yozgan bo'lg'achqa buningda feodallik to'yini majburlash, asosan majburlab to'y qilish hamda bu biroz yaxshiroq bu film tefa. Lekin undan boshqa masalan artist bo'lmaydigan qiz u bu degan hammasi Madina Qilowning qilgan jarohat, islohot etishdan keyingi gullanish, ish qilib ashuna narsalar. Hammasi hatto Mehmetning 2008-yili degan 2008 olimpikka atalgan bir film. Uyg'ur bolalarınki olimpik qatnashimiz deb top musobaqasi. Anadan keyin Turpandik muhabbet naqsi deb bir film chiqdi keyin. Uni Shirzat Yoqub ishladi. Donliq rejissor Uyg'urlardan chiqqan. Uningdimi shu harbiy xalq o'rtasidagi mehr muhabbet degandek ashuna narsalar. Shunga hamda bu asosiy iqimdagi filmlarning ko'pi ashundan mangdi. Lekin Uyg'urlar o'zi hamda ishlagan filmlar mayli Nasriddin Apandi bo'lsin. Nasriddin Apandidimi albatta sinfiy kurash kuchlik, Molla Zaydindimi ashundoq baylarga, podsholarga zulmga qarshi turgan ideya. Bu hamda bir zahar hamda Uyg'urlarga cho'nqur singib ketgan hamda. O ishlar ishlandi. Ham biz ko'proq hamda shu 90-yillardan keyin ishlangan televiziya teatrlarining ssenariysi to'g'riliq to'xtalsak hamda bu ssenariylar bir qadar sap holda hamda ommaboplikqa yuzlandi hamda. Ya'ni nima ommaboplikqa yuzlandi desa, bu chaq bir turkum shu VCD deychilik paydo bo'ldi Urumchida. Bular dastlabda naqsh usul bu narsani bozorga selib, kechiliklarni qilib, keyin 96-yili shu bu kishini tunimsiz deganda dastlabda Nava Unsin markazi ishlab chiqargandan keyin kino issak pul topadi ekanmiz deydigan bir bozorning ehtiyoji bilan oqidan film ishlash boshlanib ketdi. Qirliq istakan ishlandi, men boy degandek shu mezgilda Zamira Mejit deydigan Xinjiang san'at institutining bir doktoranti bor, doktori qiz ayol bor. Shu ayolninki Uyg'urlar temizdagi televiziya teatr tadqiqot deydigan bir xitoycha kitobi bor, doktorlik dissertatsiyasi. Shuningda men bu aralashgan o kitobni yozishgancha shu kitobning oxirida berilgan statistikaga qaragan chaqda 96-yildan tortib 2005-yilgacha Uyg'urlar o'zi ishlagan shu VCD filmlarining umum soni 4-500 ga yetadi. Shu mezgil ishlangan. Endi bu bir cho'ng bir gullanish bo'lib, shu mezgilda Unsin buyumi qatorida madaniyat buyumi qator taqtilgan, lekin mushlarning ssenarisida hamda haqiqiy Uyg'urlarningki bir o'zininki ommabop ssenariychilikka mangan shu mezgilda. Masalan, komediyalik filmlar, tragediyalik filmlar. Asosan mush ikki xil.
ya külüdigan, ya yığılaydigan. Muş iki narsa hamda. Bu hemmisi turmuşdaki mesela dadı bilen bala o'ttirsidiki, kız o'g'allar o'ttirsidiki, o turmuşdaki narsalarni qilib chiqadi. Bunun tüpki maqsadi hamda birisi baza pul tepish. İkincisi ko'rermanlimi, uni ko'rishda butunlay shu huzurlanish. Uningda yoki o'ylanish yo'q, badiiy, yoki alayda bir uningda bir siyosiy majburiyatmi yo'q. Faqatla shu Uyg'urning turmushini film ishlaydigan ashunday narsa bo'lgan. Ham shu mezgilda siz degandek masalan tosh ustida ochilgan gul deymiz. Ham uningda buni 3 yosh hamda 80-yildan eng bir ishlangani. Nima to'g'riliq Mahmud Qashqariyninki qabrisini bayqash to'g'riliq ishlangan 3 yosh deymiz. Uningdan keyin qabrda ochilgan gul nima tosh ustida ochilgan gul deymiz. Uningdan keyin susatqich ayol deymiz, timtas gugum deymiz. Aningdan keyin mush nima? Hamda buning ichidami hukumat mablag' sog'alari bor, Uyg'urlar o'z ishlaganlar bor. Masalan, timtas gugum, qurtlab ketgan ko'l yana hukumat ishlagan. Hukumat mablag' Shinjon televiziyasidan ishlagan narsalar, kino studiyasida ishlagan narsalar. Bularda hamda ko'proq yana masalan qurtlab ketgan ko'lmi aslidagi nimaninki hamda Aqtambarning asli ro'yimi azroq saqlab kelingan asosda yana burmilinib, yana siyosiy jihatga ketgan taraflar bor. Masalan, muqam degan ishladi masalan. Uningdimi shu muqamni Xitoyning ratlaganligini ko'proq gavlandirib ashunda ishladi. Ammo qurtlab ketgan ko'lgimi amaliyat Xitoylarni qo'shib keyingi mezgilda personajlarga boshqacha bir xil nimalarni qildi hamda. Shunga hamda bu Uyg'urlarningki ssenariy nimasi hamda shunda bir davrga keldi desak bo'ladi. Gap uzun bo'lib ketmasin. Men mo'shunchalik deyamdi. Bu biz daim bir kino degan vaqtda sizin dediniz kino kirgan mablag'lar bek ko'p deb. Biz dunyoviy utuq qozongan nurg'ulg'an kinolar qarsak, ulug' sanalgan mablag'ning nihoyat ko'pligini, ssenariyasining intayin yaxshiligini, ya'ni bizning qalbimizni larzaga solgan bunday ahvolni bayqaymiz. Men uzun yil shunda o'ylaydim. Lekin 2006-2014 bir İran'dan bir kinosunu ko'rish fursatimiz oldu. Bu kichik oyoq deydigan jannatning bolalar deb tarjima qilindi. Shu bir aksiyaning bir ayg'uch aksiya bilan birga berib kelib maktabga yugurib kelib uni ko'rgani bo'lishi mumkin. Ham dunyoda mashhur bir kino. Faqat men mush kinoni ko'rgandan keyin haqiqiy muvaffaqiyatli kishilarning qalbini larzaga sola oladigan, ta'sir qila oladigan xalqaro jiqturli mukofot ko'rishdi bu kino. Hakikaten süpetlik yaxshi bir kino chiqarishniki yolg'iz bir mablag'ga tayanmaydiganligini, insonlarning qalbiga ta'sir qilish uchun kichik oddiy voqealarni insoniyat xos qilib ko'rsatish uchun agar ssenariy yaxshi yozilsa, artistlar to'g'ri tanlansa, unchalar ko'p mablag' solmayman bir yaxshi kino ishlay oladiganligini men mush kinoda his qilgan. Chunki endi muhit cheklik qatnashgan artistlar personajlarning soni intayin oz, favqulodda bir texnika yoki mablag'ning ketmaganligi kinoning voqealigidan chiqib turadi endi. Buni ko'rman his qila oladi. Endi shu balkim bu İran'ningki uzun yillik kino ishlash yoki qanday bo'lmasin ham mustaqil bir davlat bo'lgach ulu qo'yilgan cheklim biroz oz deb o'ylayman. Shu Uyg'ur ssenaristlarningki shu Uyg'ur kinochiligida shu Xitoyninki besimi, siyosiy besimidan boshqa shu bir taraqqiy qilolmasligiga yana bir boshqa omillarmi bormi? Sizning his qilgan kino ishlash jarayoni yoki kino shug'ullanish jarayonida qan boshqa omillar bormi Xitoyning cheklimasidan boshqa? Siz degan hamda bu kichik oyoq hamda bu Uyg'urlarningki hamda bu bir kesili bu hamda. Bu kichik oyoqni shu kinoga anchamiz diqqat qilgan, shu kinoni ko'rib qolganlarning hammasi tilga oladigan bir kino bu hamda. Amaliyotda bu bak burun ishlangan bir kino bu. Ondan keyin Abbosningki nurg'un filmlar ishlandi. Xalqaro jiq mukofotlarga erishdi. Gilasning ta'mi deymiz, shirin deymiz, meni shamol elib ketsin deymiz, do'stimning uyi qayerda deymiz, nurg'un sarqli filmlar ishlandi. Abbas hatta bu Cannes film festivalining, Venetsiya film festivalining, nurg'un xalqaro donliq film festivalining doimlik mehmoni hamda dunyodagi hamda donliq rejissyorlar qatoriga sanaladigan bir odam edi. Bu Abbas degan İranning bu rejissyori. Onundan keyinmi İrandan yana nurg'un rejissyorlar chiqdi. Bularning orasida Parislimi bor, ba'zi kurdlarmi bor hatta.
nurgun film rejissörleri yetişip çıktı hem de. Hatta hem de Abbas'ın ati, halkıradan ati, yukarı bahalı berildi. Abbas bulmasa dünya kinoçuluğunu tasavvur kılış mümkün emas degan bağlam berildi. Abbas Kiarostami'ga. Endi bu Abbas'ınki alayda ko'rinish deydigan bir kitabı var, o'zining yozgan, o'zining kechirmishlarini, o'zining kinochilik qanday kirganligini. Endi bu İranning kinochiligi Uyg'ur kinochiligiga izchil turda bir g'oyibiy o'rnak bo'lib kelgan bir davlat bu. Endi shaxsan men biladigan nurg'unlagan shu Uyg'ur kinochilardan bu Shirzod Yoqub deymiz, Qahar Niyoz, biz zodi kino bilan shug'ullanganlar birga kelseklar, shu kichik oyoqning gapi, shu Iranning kinolarining gapi, biz nima ish qashunda qilolmaymiz degan gap bo'lyaptili. Men shu kinochilikka 99-yilda kirgan bo'lsam, men 2000 deya solsakmi, hozir 23 yil bo'libdi endi. Men 20 yil shu soat ishlabdim, ham 20 yilga yaqin endi. Zot shu gap bor. Ham mening o'zimningmi, men shu har doim xo'ngchilik berib, xo'ngchilik yarasida qizil bayroq yarasida daysatadigan Xitoylardan 7-8 bilan tanishib, İranning kinosi kas meni xabarlantirib qo'ydi deb men uyda İranninki chunki İranning kinolari xalqaro mukofotga erishgandan keyin buni Yaponiya kirgizdi avval. Yaponiya nashr qildi buni. Endi Xitoylar Yaponiyadan uni o'g'irlab akirdi. Night az. Lekin shundan so'ng kirdi. Kirgandan keyin masalan Abbasninki Gilasning ta'min degan bir DVD plastinkasininki ichida menusini olsangiz, uning ishlagan bir necha qisqa filmlari bor. Shular men ash DVDlarni saqlaymiz setib olib. Hem onu Sincan Sanat Şöyende rejissörlük kesip ders ötkende o ballık koyup birme, tahlil kılımız, billi paranlaşımız. Izchil turda men aşında bir kino işlesem deb arzu qilib keldim hozircha, lekin qilolmadim. Endi bu nemishqa desam de, İranning ahvolini aytsak, İran bir Abbasla kino ishlashni boshlagan chog'da İran allaqachon bir diniy hokimiyat davri kirib bo'lgan bir mamlakat hamda. Bu mamlakat ayollarning qo'l tutish cheklandi. Ayollarninki yaqin turish cheklanadi, ayollarning yalangbosh yurish cheklanadi, muhabbat deymiz cheklanadi, nurg'un temalar cheklangan bu yerda. Cheklangandan keyin lekin nima qilmasin bu yerda bir davlat bor. Bu yerda bir davlat bor bu yerda. Abbasmi eng burun bir bolalarga oid bir fond, davlatninki bir fondi jamiyatidan pul elib, kichik oyoqni ishlagan. Ya'ni biz agar cho'nglar to'g'riliq ishlamasak, kichiklar to'g'riliq ishlaydi. Muhabbat to'g'riliq ishlaymasak, turmush to'g'riliq, boshqa narsa to'g'riliq ishlaydi. Masalan, o'tganda Iranning yana bir kinosi va'da, eng oxirgi va'dami bir filmi yana xalqaro mukofotga erishdi, Oskar mukofotiga erishdi. Ash filmdimi shu? Bir oiladagi ish, oiladagi majro. Ayol chet elga chiqdiman deydi, o'g'limni, bolamni olib, chunki Ironda istiqboli yo'q bolamning deydi. Erkupap, men sen bilan chiqdaman chunki qirib qolgan dadam bor, divan dadam bor uyda, uni boqmasam bo'lmaydi deydi. Oxir bir ayolni dadni beqishga akildi. U dadni beqayotgan chog'da u ayol yiqilib tushib, bir yer bilmabdi. Bo'lib ketgan ekan, bu ayol qopab meni ashlar ishtiribdi, u bu deydi, oxiri Qur'on tutib qasam ber degan chog'da, oxiri yo'q, men o'zim yiqilib tushgan deb haqiqat oshkorlandi. Demak, ashunmi xalqaro mukofotga erishdi hamda. Oskar mukofotiga erishdi. Oskar mukofotining eng munavvar chet el tili film mukofotiga erishdi. Endi demek hem de bu İran kinochiligi şu O'rta Sharq, muşallı mesela hem de deminki Nuri Bilge Ceylan bir necha rejissor bor Türkiye'nin bu. Türkiye'nin badiiy sanat filmleri jiqadan diqqat qilmaydi uni, chunki uni ko'rmaydi jiqadan. Uni tep ko'rsa uch maymun deydigan bir filmlar bor. Nuri Bilge Ceylan yo'l deydi. O filmlarni jiqadan ko'rmaydi, uni ko'rdiganlar ayrim. Shunga ham de İranning kinochiligi izchil turda bizga jiq o'rnak bo'lgan. Men şu Kurt bir rejissor bor, ashninki Kurtlarning hayot to'g'risida nurg'un filmlar bor. Ash filmlarni ko'rgan shunda ko'rib, ashundan bak ta'sirlangan hamda. Lekin ham nima qilmasin, ularni bir davlat o'g'achqa, ular bir amalni qila oladi ekan. Bir yo'l chiqa oladi ekan. Ham endi İranninki adabiyoti, san'ati uzun yil bo'lma Pahlavi zamonida bular Yevropaga yaqin nurg'un kinochilik allaqachon kirib bo'lgan bularga. Bu 70-yildan burun kino deganning vijillik tarixi bor. O kinochilik kirib bularda o asas puxta bularninki. Keyin balkim bir mezgil diniy hokimiyatdan keyin bir mezgil cheklimga uchragan bo'lsa-mu, keyin qaytib bosh ko'tirishi uning cho'nqur bir asas puxtalik bilan munosabatlik. Uyg'urning kinochilik cho'lisi toki 80-yillargacha butunlay Xitoyning qo'li tutdi. 80-yildan 95-gacha Guangchunlarga yana bir Xitoyning qo'li tutdi. Chunki hukumat mablag'ni shuningga berdi. Kino studiyasi yilda pulni shuningga berdi.
Başka andaki yani birisi Uygurlardan artist terbiyelendi ama rejissor terbiyelenmedi. Rejissor tüzük çıkmadı, senarist çıkmadı. Hem de yana bir cihetle aytganda, hem de bir milletninki ya bir devletninki bir sahası başkasını besip düşüp üsüp ketmeydi o. Uygur kinoçuluğunun taraqqiyatı Uygur edebiyatının taraqqiyatıyla münasebetli. Uygur'un siyasi takdirle münasebetli. İktisadi ahvalle münasebetli. Mesela öyle bakın 90'lardan burun Uygur'un şahsi Uygur pulu var mı? Yok. Onda olan kim kino işleş için nima qilish kerak? Hökumatdan pul olish kerak. Hökumat pulni kimga berdi? Tangirtog kino studiyasiga berdi. Tangirtog kino studiyasi pulni kimga berdi? Gongchularga berdi. Uçak Shirzat Yaqub, Adil Shah Rahman, bir Tajik bir eylem var. Andın ma Qirg'izistonda ishlagan Murat u deganning hammasi ul ya Meygong, güzel sanatçı, yoki ovoz oldigan odam, yoki maydonlar oladigan odam, hech qaysi rejissor emas bularniki. Gongchularning aqida yurib, kinoni manda ishlaydi ekan deb, andan keyin kino ishlaganlar bular. Shu anda bo'lgan ekan bu yerda hamda bizningki balkim iqtidorsizligimiz bordi hamda. O'tganda Tibetliklar ishlagan bir filmni ko'rib, xijil bo'lib qoldim. Tibetning ahvoli bizga o'xshash. Ondan keyin bir Xitoy ishlagan, bizning vatanda ishlagan bir qisqa filmni ko'rib, numus qildim. Endi biz balkim hamda o'zimizning iqtidorimiz yetmaganda, yaxshi Abbosildek, boshqalardek shunday yaxshi filmlarni ishlashga. Hem şu menimce şu iş taraf var hem de birisi hem de hakimiyet olmagan diken, pul olmagan diken biraz ters buldu diken. Yani birisi hem de asas puxta olmagan diken bizden burun tat kinoçuluğumuzdaki. O mesele buldu diken. Yani birisi hem de belki bizden hem de özümüzden görsek hem de şu iktidarımız belki şu yetmegen buluş mümkün hem de. İnşallah bundaki yaxshi bir taraqqiyotlarga, yaxshi bir iqtidorlarga ega bo'lamiz. Bu ben chet elga chiqqandan keyin bu tabiiy vatanni sig'inimizda. Bu vatanni sig'inib turgan vaqtimizda bu Qashqar hikoya bu tursiz yo'llanib qoldi. Vatanninki tez yerlarni ko'rish imkonlarimiz yo'q. Men 24 soat ichida 25 qismni shu bir tushdan burun boshlab ertasi tongga yaqin tugatib etganligimni uqmayman. Ulab ko'rdim, hech o'tkazib etmay. Aşındak körep etrafdagilarımı tavsiya qilib, chunki buni intayin qo'yaq bo'lgan bir Uyg'urning turmushi bor-da. Ya'ni aliviy turmushlar, arayalchilik, qudubaja, undan keyin shu pulum qo'shindachilik, shu butkul sohalarni nihoyat yaxshi olib berilgan badiiylik jihatda balkim vatandagilarga nihoyat zo'r olqishga erishdi deb angladim endi biz. Men 10 yil bo'ldi chet el chiqqanlar. O film qo'yilgan vaqt bo'lmag'achqa. Bulatmayammış Qashqar hikoyada shu qarorlarga Bekir obrazi. Men nihoyat yaraydigan bir obraz hamda. Sizmi shu Qashqar hikoyaga rejissyorlik qilish jarayonida rejissyorlik qildingiz balki tabiiyki bu asarninki muvaffaqiyati shu ssenariy sizningki yaxshi bir rejissyorlik qilishingiz undan keyin bizning artistlarimizning voyaga yetkazib bo'lishi bilan bir ro'yab chiqqan mukammal desanlar. Hem sizmi shu rejissyorlik qilish jarayonida shu kinoning qutuqlariga bog'lab turib, burungi kinoli bilan Qashqar hikoyaninki o'tirsida zaten Qashqar hikoyani boshqa teatrlardan orib turgan badiiy jihat insonlarni shunday zo'qlantirgan eng muhim qutuqlarni siz qaysilar deb sanaysiz? O'zingiz bir so'rovlar suhbatingiz bilan. Men endi Qashqar hikoya haqiqatan endi 2015-yilda suratga oldik. Suratga elib buni rasmiy şu Türkiye'nin kino televiziya teatrini ishlaydigan ashundaq suratda ishladik. Jami biz 60 kunda 30 qism televiziya teatrini suratga oldik. Endi 2 kunda bir qismdan degan gap endi. Endi bu film shu suratga kelindi. Oxiri chiqqandan keyin nihoyatda yaxshi olqishlarga erishdi endi. Nihoyatda yaxshi ishlanibdi deb. Endi men bu yerda bir narsa eskartishim kerak, bu men o'zim ishlashni xohlaydigan, o'zim yaxshi ko'rgan film emas amaliyotda. Bu faqatla men endi qila oladigan bir film endi. Mening agar shu Qashqar hikoyaga bergan haydangan 3 million pulni bersa, men bunday film ishlamayman. Men unda boshqa film ishlayman. Lekin endi bu filmni shu sharoitda endi shunday bir film ishlashla imkoniyati bor. Şun onda bo'lgan keyin qanday qilamiz deb bu filmninki
dastlabki mablag' sog'uvchi men bilan paranglashgan chog'da bu filmniki hikoya qurilmasini tatib hamma narsani dastlab men o'tirib qo'ygan. Chunki bu filmga dastlabda shu Qaymoqovning roliga dastlabda Abdukirim Abdulaziz rolga chiqmoqchi bo'lgan. Chunki u mablag' sog'uvchi shu Abdukirim Abdulaziz bilan uzun mezgillik to'xtami bo'lgan ekan. Abdukirim Abdulazizni bosh rolga chiqarib bir film ishlaymiz degan ekan. Men shu bir korxonachi bo'lsin, shu korxonada yezdiki bir dehqon korxonachi bo'lsin, 3 o'g'il bo'lsin, ota-onasi shu yurtdagi obro'li kishilar bo'lsin, Uyg'urning nurg'un qimmatlarini saqlaganlar bo'lsin, inisining birisi dehqon, birisi oliy maktab bitkizgan bo'lsin, u bu deb ashunda bir nimani, andikin bundan bir qo'shnisi bo'lsin, o'rin ish qo'sh yapmaydigan, andikin manda bo'lsin deb dastlabki bir nimani, tezisni men o'tirib qo'ydim. Qo'ygandan keyin bo'ldi dedik deb keyin Abdukirim Abdulaziz chiqmaydigan bo'ldi, chiqmay Qayim Muhammadni hamda munosabatimizni yaxshi Qayim Muhammad bosh rol chiqadigan bo'ldi. Dastlabki komedilik film, ya'ni baş personaj komedilik holatdan baş personaj astoydil bir obrazga, qo'shnisi komedilik obrazga o'tadigan bo'lib, buni tangshiliqqan ekan. Albatta Abdukirim Abdulaziz chiqqan ekan, bu baş rol chuqur komedilik bir odam bo'lishi kerak. Yani mening o'yimda bu zavodni qurdi, uni quranmay nihoyat qiziqarli ishlar chiqdi degandek ham shunday bir ish qilmoqchidik. Lekin keyin o'zgargandan keyin, rol o'zgargandan keyin personaj o'zgartib, personajnimi shunday qildik. Qilib bo'lgandan keyin bu ssenariyni Umar Qodir bilan Qahar Niyaz ikkovlari yozgan bo'ldi. Albatta men ham o'zim yozib, ham uning ustiga bu ikkovlan navbat bo'yicha yozmasa shu vaqtcha ulgurmaydi. Ikkovlari yozgandan keyin bu yer menda bir masala bo'ldi. Bu ssenariy yozish degan nihoyat jafoliq bir ish bu. Bu to'q to'qqandek to'qiydigan ish bu narsani. Gilam to'qqandek, atlas to'qqandek to'qiydigan narsa bu. Bu hargiz roman yoki hikoyaga o'xshash undan narsa emas. Masalan, ba'zi romanning ba'zi hikoyalarningki ba'zi tasvirlarini elib etsa, ba'zi bo'laklarini kesib etsa, masalan ba'zi intan subyektiv asar yozgan odamlar bor. Masalan Farhod Tursunga o'xshash, masalan Ro'y kechirmishlarni qilgan. Bir bo'lakni elib etsa, asarga cho'ng jihatni ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin bu kino ssenariysi deganning har bir dialogini, har bir narsani o'ylab turib yozgan narsa. Chunki shu dialogni Mamtaxon bilan Ayşemgul O'stanboyda paranglashdi desa, ham O'stanboyga apparatni, chiroqni, nurg'un odam berish kerak. Mamtaxon bilan Ayşemgul paranglashgan bilan ayada uning uchun xizmat qilgan 40-50 odam bo'ladi ayada. Motor tok chiqargan mashinani olib kerak yo'q. Kunduzim chiroq yoqamiz biz. Şunu bu şu meydanını zat alamdık, ammamdık. Bu zat zörümü emes mi degen narsini qayta mülayiza qildigan gap bu ssenariy deganda. Hem şundan bu Qahri bilan bu Umar Qodir bilan Qahar Niyaz yozgandan keyin bu ssenariyni menga berdi. Bergandan keyin men buni o'ngshayman. Chunki bu Umar Qodir bilan Qahar Niyaz bularmi? Shu 80-yillardagi Uyg'ur mahallasi kallisda bularniki. Chunki bu her ikkala Aqsudan uzun yil Urumchida yashagan. Jutqı basa berip mehmon bo'lib yenib keladi. Lekin bir voqeadan shek cho'kkanda buning kallisdagi mahalla, uyning orliqi, qo'shnilarning munosabati 80-yillardagi kalla. O'zi biladigan kallada. Buning uchun bular bir alayı turmushni o'rganib, badi bo'lmas Qashqarga. Men Qashqarda maydon ko'rayotgan chaqda bo'lim berib anchim cho'gildi. Ammo yana yozgan narsa butunlay shu chaqdagi narsa. Ammo özgürlük çoğun yazılardan. İşin aldı taş östan var, simit yol var, o öyle ağırlık jirak. O işin aldı çıkıp Mamtaxon bilen, o şirahın bilen, o kima nime şikelen paranlaştı dese, o burunda məlde, qoşunda, küçük öylerde işin aldı çıkıp paranlaştığın bilen, hazır nereye öy olğan diken, onu əmli sürekli ağlanmaydı nəsin. Andikin bulalık ürümçet çoğun olğan, tek Aqsuluk olğan diken, bulanınki talap buz meselesi var. Bu Qashqarlıqning örf-odatini bilmaydi bular. Bular faqat voqeani yozgandan keyin men uni ham qaytadan o'zgartiraman. Endi men chet elda bo'lsa, agar men uni o'zgarsam, Abdunov uchun meni ismim yoziladi. Lekin endi u vatanda biz unday ishlarga bakkamdalik nim qilmaymiz endi. Uni bakka zg'ilab ketmaymiz. Shunda o'zgartim, bu avatida o'zgartim ham xilli o'zgardi endi bu. Shunda o'zgarib oxiri andikin shunda bir Qashqardagi hikoyadek shunda bir keldi bu ssenariy. Endi shunda bir bo'pti, gerçi ko'nglimdagidek bir film bo'lmagan bo'lsa-mu, men ishlashni o'ylagan bir film bo'lmasa-mu, lekin hozir imkoniyat mush ekan. Endi mush Qashqarda ishlayotganmiz. Endi shu Qashqarga Uyg'urning bir madaniyatining, Uyg'urning an'anaviy urf-odatlarining muhim bir yurt ekan endi. Unda bo'lgandan keyin
tirishib hamda mush ba imkoniyatda mush ba temini yaxshilaylik debla tirishdik. Ahiri ishlangandan keyin hamda jiq yaxshi balar erishdi. Hamda buningdek turmush, kishilarning xarakteri, bu narsalar. Hamda men buni hamda boshqa filmlardan, masalan, boshqa televiziya teatrlaridan farqlandirsam, hamda ko'p qismli televiziya teatrga selishtirsam bo'ladi. Hamda ko'p qismli televiziya teatrlari hozirgacha hamda mush film ishlangicha uningdan burun uy ichidagi ishlar, ishxonadagi ishlar, oiladagi ishlar deb uyning ichidagi uy ichi televiziya teatr ishlandi. Hamda ularni bak rasmiy mandaqlik sirtlarga chiqib manda bir narsa bo'lmagan ekan, u ikkisini selishtirish muvofiq bo'lmaydi. Ham selishtirsak, masalan, shu qurtlab ketgan ko'l deymiz, muqam to'g'riliq ishlangan filmlar deymiz. Hukumat mablag' solgan ishlagan filmlar. U filmlarning hammasi bilisizlar, hamda u filmlarni garchi biz Uyg'urlarning turmushi ekan, ya qiziqarliqga, ya Uyg'urlar chiqibdi deb ko'rdi bizning xalqimiz. Chunki ma'naviyati och. Ashna narsaga muhtoj. Chunki Markaziy televiziya stansiyasi ashna axlat televiziya teatrlarini haqsiz tarjima qilib qo'ysam bo'ldi deb bu Tibetliga, Uyg'urlarga, Mong'olga berdilar. Yaxshilarini bermaydi. Bermagan ekan bunda axlat televiziya teatrining hammani bu bizning Xinjiang televiziya stansiyasi tarjima markazidagi qarindoshlarimiz kuchab ovozni berib, buni aniqdan keyin bu Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yildi. Hem bilisizlar, masalan, bu Sun Wukongni yodi biladi Uyg'urlar. Masalan, bu Sun Wukong deganni yodi bildi. O Su Buyda deganni yodi biladi hamda. Andikendelik Dok Vazir Liu Yong, andikendelik Shapaç Jigong. U bu deydigan mushunda bir turkum bir narsa bor Xitoyniki. Akab tugmi qilyapti uni keyingi mezgilda yo'q hamda. Televiziyani asli bir Xitoylar chiqib qo'ysa, u Xitoyning ya bizga hech nima yaqin kelmaydi. Shundan bu Uyg'urlar hamda bir azroq bo'lsin o'zining turmushini, o'zining hayotini, o'zining odamlarini ko'rish uchun hamda bu film yaxshi ko'rdi hamda. Lekin hamda uning tegini olsangiz hamda hammasi Xitoyning tashviqoti. Hamda shu aylantirib sizni shu yerga olib bordi. Bu san'at deganki kuchi yomon bak cho'ng narsa bu. Bu san'at degan bak yomon narsa bu. Bu naqsh deymiz, muzik, teatr degan bu narsa odamning idisini bak asa o'zgartirib o'tadi. Va shu Xitoy undan unumli foydalandi. Endi bu filmning bir hamda biz ammalba shu ner qochdiq hamda. Shu xizmat atirdi hamda anchimiz partiyani gapini qilib qo'ydi, anchimiz demasak ishlik olmaydi. Ammalba ham reallikmi shu? Masalan, biz bag'an suratga olgan 5 grammniki shu 16-kanitning o'zida xizmat atirdi bor biz bag'an katta. Reallik shu. Ular kunda dehqonlarga milliy bo'lgunchilik, terrorlik qarshi turish yig'inachidir. Asl ssenariyda bu bor. Terrorlik qarshi turish, milliy bo'lgunchilik qarshi hujjatni o'qiydi Hashim sekretarda. Lekin men chiqarib etdim uni. Endi bu chiqarayotganim to'g'rimi xatomi bilmayman. Asl reallik bo'yicha uni asoq bo'ldi asli. Lekin uni olgandan keyin bu siyosiy sazgir siyosiy masala bu. Ham uni qo'shgandan keyinlar u tema boshqa bir narsa ketib qoladi. Shunga o'g'ilni qo'shma shunday ishladik. Shu mezgilda biz kunda tekshirish punktlari o'tib boramiz Ashkanitga. Hatta biz to'g'a 15-kent ishladik, 16-kent bo'lsa, 16-kentning qurosining ichida rasmiy qum xaltini tizib, pilotni tizib harbiylik etibdi. 5 grammning 16-kentning ichida, kanit ishxonasining ichida. Biz surat kelib 3-kunsi qurolli askarlar kirdi bizning shu surat kelayotgan yerga, cho'ng quroqqa. Nima ish qilyapsizlar qasiyang deb rasmiy qurolni ko'tarib kirdi shu atadgandek alfozda. Shular biz hujjatlarimizni ko'rsatib, mandamda degandek ham birdan turib ketib chiqib ketdi. Demak, ashunday muhit ishildik hamda buni. Shunga hamda bu yerdimdalik kinoninki bir saviya nuqtasini aytgan chog'da Uyg'ur kinochiligida yaratilish tegishlik saviyaga nisbatan chog'da bu filmlar hamda bu televiziya teatrlari haqdan hamda bak tuvan saviyada deb qarayman hamda. Chunki buning 3 million sog'ini Uyg'ur hamda. Bir so'diga hamda yilim shu 3 millionni shu Uyg'ur selib hamda 4-5 million pul topdi deymi? Topdi herhalde hamda. Chunki bu film 16-yil qo'yildi, 15-yil ishlanib. 17-yil Boranchi ketdi. Men mayan qaçdım, qiyman tutib ketdi, kinoni chekladi. Ma televiziya teatrini. Ham shu aloqda pulni topib oldi hamda bu. Shuni bilan bu shu tugilib bilan hamda. Ma yutuq chiqib qoldi bizning vatanda hamda buni qayta qo'ymaydi, ko'ranmaydi hamda. Shu mushundaq ahvol hamda. Bayatın şu siz gap qilish ma gapingizda men 2 nuqtada qitini tortib. Birinchisi
Elbette bu 3 milyon pulni bana bergen bolsa men o filmni işlemeyme deb buni ochiqladingiz. İkincisi, bu filmni ishlash jarayoni men gerçi bu filmni ishlash o'ylagan kino bombasimi, lekin shuning ma'nida turib o'sha Uyg'urlar bir Uyg'ur xos bir turmushda chiqadigan manda bir gapni qildingiz. Mishat ikki jumla. Birisi 3 million manga bersa men o filmni ishlaymayman. Ikkinchisi men ishlashni o'ylagan kino bombasimi degan qaraganda çokum sizningki yeterlik bir mablag' erisha olsangiz, imkoniyat erisha olsangiz, o'zingizningki bir ma'lum bir kinoni yoki ma'lum bir temani kino qilib ishlash orzuyingizdan bog'liqida hemen bir shapi olgandek bo'ldi menda. Sizning shunday bir o'ylagan, ro'yobga chiqmagan yoki bo'lmasa qilishni o'ylagan ma'lum bir tema yoki bir kino haqida bir xiyol tasavvur planlaringiz bormi? Yoki hozirmi bormi? Pulunuz bormi Saldivan? Bizga topqalar kelsa belki Ya, ben pul bu men aşmış kinochilikqa shu tasodifiy kirib qolganchu. O'zim bu kichigimdan kinoni yaxshi ko'ratdim. Buni azroq kichikgina bir jumla 5-da o'tay bu gapni. Kiratdim, lekin kino ishlayim deb o'ylab boqmagan. 99 turmadan chiqdim, chiqib Urumchida uyammi yo'q, pulimmi yo'q, xizmatimmi yo'q. Qip-qizil proletariat alat Urumchi tug'an mezgilda Şinjan Üniversitesining adabiyot o'qigan, xizmat ishlamay turayotgan, qarliq shirkatni qurgan Sirajiddin deydigan bir do'stimiz, "Hayır, shunda bir 50-60 ming pul bor yanimda. Birlashib bir ish qilayli, sizmi proletariat, menmi shu, ikkimiz bir pul topayli" deb turgan chaqda bu radlar bilan tunji qatim shu yerda Talla bozor ochgan Urumchida. Talla bozor ochgandan keyin bu Talla bozor ochsa qildi ekan bizmi deb, shuning bilan shu yer izlab yurib, Şinjan televizyonasining oldiga ketib qolsak, Umar Qodir degan kishi "Vay nagmandinglar" dedi. Biz shunda shu bir dukkachidaga yazdib ketib boramiz desak, kino ishlasanglamamda. Bu sizning 50-60 ming pulingli bo'lsa, azroqli kuchib 70-80 ming qilsanglar, kinodan bir chiqsanglar, hozir kino degan shunda yaxshi setlayotdi dedi-da. Degan voy ashundami desak, ha, shu qirliq stakan deb bir kino chiqib, ash Xotan deganda Vizko'ni setibdi, bir taxsisi, bir diskisi. Shunda obdan bo'lyapti bozori dedi. Degan va ashundaqmidi degandekilla bu Sirojning qilib, shundaq qilsa qilmamda siz rejissyorlik, voy men rejissyorlik qilib boqmagan. Men qilaman desam, "Yo, sizning bu aqlingizni cho'qim qila olaysiz, men sizga ishnimi" deb turib oldi. Shuning bilan andin ashundaq qilamdik yo debla televiziyadan Umid G'ani degan u birodarni chaqirdik. U shu chaqda Janti bu maxsus film bilimida operatorda yangi xizmat chiqqan vaqtda. Shundan Qahar andin nimani ishlaymiz? Qaharni yozdigan bolaning bizning bir do'stimiz bor, shuning Oyg'uva deb bir hikoyasi bor. Bana pek tasdiqı aşın işleyle dedi. Şundan dikin aşında kılamdık dep tövetimiz bir yak jığılıp bir hikayeni okudum. Okusam kısa bir hikaye hem de bu. Şundan toxtaptı hem de bunun da bir kino çıkışı ters. Bir tuygu qarab dağıtımında tecrübem gelmez. Bunu oңşaylı dep şunun bilen onu oңşuduk, oңşap onunla tekilimkandık rivayetlerini koştuk. Bazı xiyali görünüşlerini koştuk. Okulup yürüp o filmini işledik. Lekin tecrübesi olgan boğaçqa jiq qiynaldık ama işledik. İşlegandan keyin xeyli yaxshi bo'ldi. Ama aş filmni ishlash vaqtidan tortib men kallamda men bir film ishlasam bo'ladi deb shu birinchi qitim film ishlab bo'lgandan keyin menga bir o't tutashdi. O'zimda bir film ishlash iqtidorining borligini his qildim shu chaqda. Chunki hech qanday film ishlab boqmay kuchaning kuchosiga ketib 7-8 odam aşağıda 20 kun turib bir film bitkizib chiqdik hamda. Herhalde bir oңushliq bir film, 5 va oxir bir film bitdi hamda. Shundan chiqqandan keyin andin men bir film ishsam bo'ldi, shundan keyin men ko'plab kitob o'qidim. Hamda Uyg'ur rejissyorlar ichida kinochilik kitoblarni mendek chiq o'qigan, kinoni mendek chiq ko'rgan odam balkim bo'lishi mumkin, ammo hozircha men bilmayman. Chunki men bu sohaga sirtdan kirganda, adabiyotdan kirgan. Meni shu mezgilda zongli qilib juda bir qassob pul chiqirib ekan, bir Ardochadagi yalangoyoq rejissyor taklimkanchilik berib Sanjipiyan ishlaydi ekan deb gaplarni taqatdi. Har xil gaplar bo'ldi. Oxiri film chiqqandan keyin yana gap so'zlar bo'lindi. Chunki filmda bir qiz o'g'ilni suyishgan ko'rinishi bor degandek hamda. Bir qizni yuyingan ko'rinish banda mo'risini usti ko'rindi albatta. Shu ashning bilan ashna bo'lgandan keyin men shundan to'xtabdi deb shu kinoni o'rganish jarayonida andan andin bu Abbosning bu dunyo kinochilik diqqatini boshlandi. Boshlab men o'zim ham mening adabiyot she'rim bilsam mening qanday she'r yozganligimni. Shundan keyin men o'zim yozgan she'rga o'xshaydigan bir kino ishsam bo'ladi deb shu o't tushdi. Ammo shuning 20 necha yil tirishib, shuni hozirgacha amalga oshirolmadim.
Şunun bilen şu muşuna ötüp ketdi. Mesela eğer şu pul bolğan bolsa, 3 milyon pul bolğan bolsa, men Paratursunun Aflatonun Gürcigini işleymen. Mesela hiç bulmasa Aflatonun Gürcigini işlesem buludu. Anadan keyin başka üzem oylagan bäzi temalar bar. Ulan işlesem buldu. İşlep anda ularni xalqarada bir mukofotlarga yoki xalqaradagi bir festival birerlerde eğer bir nazarga ilinib qolsa, u bo'lsa, bu bo'lsa, demek hamda bir yo'l eshiladi. Kinochilikqa dastlabki kirdigan yoshlarning hammasi shu yo'lni tutadi. Bular oldi bilan shu bir amal qilib bir qisqa film ishlab, badiiy filmdan birini, bir xalqaro mukofotdan birada kichikroq bo'lsa mukofotga erishib, o'ziga dasmiy qilib turib, andiki mablag' izlaydi. Endi bu kinochilikqa dastlab kirishning yo'li yoki sizning dadingizning jiq puli kerak endi. Mablag' sep turadigan. Yoki bo'lmasa siz ashundan yo'ldan boshlayman desangiz, ashunda bir kimning orqada turib, chopinni ko'tarib, somkasini ko'tarib, ugunib uni. Andan keyin o'zingiz birgalardan bir amal qilib, do'stlaringizga, buning yolg'iz bir qarz olib yurib, bir filmni ishlab, va senda talant bor ekan degizib haqni. Andan keyin seni haq unda olsa, ma filmni ishlatib taklif qildigan, mushunda bir andiz bor bu kinochilik shu. Bu adabiyot maqsadiga o'xshamaydi bu kinochilik mashi. Chunki kinochilikda ssenariyni uyda o'tirib yozgan bilan ishdan chiqqandan keyin, apparatni ko'tarib chiqqandan keyin har bir qadamingiz pulga mangadi. Şuna endi baytingiz savolingizga bergan javob shu endi. Men haqiqatan 3 million pulni menga berib, agar men bu pulni so'rg'ini qilmayman, sen bu ishni ishlab, o'zing xohlagan bir filmni ishlab ol desa, men rasli ma Qashqar hikoyani ishlamayman. Boshqa film ishlayman. Ya'ni o'zim xohlaydigan bir film ishlayman. Andan keyin yana bir siz yana bir savol nima degandingiz? Ma Qashqar hikoyani hamda. Buni hamda amal yo'q ishildi. Ishlagandan keyin hamda yaxshi ishlayli deymizda, bu ishni qilgandan keyin mayli u ish qanchalik imkoniyatli bo'lsin, amal bor tirishib qilayli deb tirishib ishladim. Shu jarayonda Qashqarningki urf-odatlari juda o'xshamaydi bilsiz hamda. Bu Qashqar degan cho'ng yer hamda u. Ma u shimollik odamlar Qashqarlik deb bir og'iz gaplar atgan bilan, u Qashqar deganning 10 necha noyisi bor. Shahar bilan shaharning sirtidagi odatlar bir o'xshamaydigan, manda bir yer hamda u. Şu biz işleyen şu nimenin 5 gramninki şu 15. 17. kentlerdik yerli halkının toy adetini, yerli halkınınki şu turmuş adetini, dastıkhan adetini, şularınki turmuşunu bir taraftan şu ügünüp sorap durup aşadık ayallardan. Bir taraftan aşında mağuz kıldım. Hem bizden Qashqardan bolğan diken elbette men Qashqarning xuddi devlet vaqtında hem de 5 gram o'xshash bizden şu yutlama, kişimizin biz çoğuğa yerliğimi örp-adeti aşında qandı. 5 gram demen. 5 gramning nereden sayvaqdın mı? Yo'q, avatdan. Avatdan. Şu anda bolğan diken belki sizga texmo tonuşturulgan bolşu mümkün yerdeki turmuşlar. Şu anda muşunu qıtdık, yaxşı qilaylı dep hem de tirişip qurbimizni yetiş qildik. Ang axir ishlab bo'lib hem de o'yladim hem şu Uyg'urlar kino televiziya teatrini hem de şu vatanda turib ishlasa, eng cho'ng imkoniyat mushkan dedim hem de. Ben bazı oylayman mesela bu kino televizyonun halkı yumuşak kuş bir medeniyet oldu. Mesela Amerika'da mesela en köp biz görgen kino oldu. Mesela Rambo deyilgen bir tam çıkan degen bir kino var. Mesela 5 bölüm işlendi. Birinci 1982. işlendi mesela. Şundan karsak mı bir Vietnam uruşı yangan psikiyatrisiden çatak çıkan bir ruhi kisel ameliyette. Şuna Amerika özünün bir yumuşak kuş süpüde mesela Amerika armiyasında terbiyelengen bir askerinin kançılık kudretliğe, kançılık işlerini vücut çıkaralaydıqalıqı, başka devletning nurg'ulg'an askarlarni besib tushiralaydiganligidan iborat shundoq bir hamda aq ko'rinishi bor. Hamda shundoq bir ruhiy kasallikni shu o'zining qahramoni sifatida o'tirib chiqarayotgan Amerikaga nisbatan balkim o'ziniki tarixi bo'lmasligidan, chunki Amerika davlatchilikda bir 280 yillik bir tarix va uni o'tarib o'tamadi. Balkim shundoq sun'iy qahramonlarni yasab chiqishga Amerika majbur. Lekin Uyg'urlarning kimda tarixi masalan belki jirak etmesek mi mesela İfarxan, Nozgom, yoki bo'lmasa şu Seyit Noche, Sadir Palvallarni bugünkü hayatımızı bir kinolashtira olsak balkim Uyg'urlarniki bir haqiqiy bir milliy ruhini urg'utadigan, jasoratlantiradigan, tarixni aynan chiqargan shundoq balki imkoniyatlarimiz bo'lsa, bizni nurg'ulg'an temalar eshib yotadi deb o'ylayman. Aqallisi mesela bugün şu Xitoyda bir shahardan yizib kirgan bir normal bir dehqonninki shu Chaz to'saqlarda bir kimlik ko'zitish jarayonidiki
ruhiy his tuyg'ulari, o'ylaganlari, yashaganlarini haqiqiy badiiy ravishda chiqa olsak, Uyg'urlar balkim naqadar amalsiz, chorasiz qolganliklari bunda kichik detallar orqali ro'yab chiqishi mumkin. Ammo bu balkim kinoniki shunaqa bevosita ta'sirchanlik bilan munosabatli bo'lsa kerak. Endi hozir bilamiz 2017dan keyin Uyg'ur kinochilik asosan bir patqoq ketib qoldi. Hozir kino ishlash imkoniyatlari asosan yo'q bo'lsa-mu, burun ishlangan kinolar yoki hozirgi shu qisqa video olib lekin bizni so'yindirgan ba'zi ahvollar bu ba'zi taratqular yaqinda yana bu Shirzod Yoqubniki, Abdukarim Abduzniki ba'zi kinolarniki garchi Xitoyga xizmat qilgan shularniki siyosiy ideologiyasi uchun xizmat qilgan ba'zi kinolar bo'lsa, endi Bejonda mukofotlarga erishganligidan xabar topdik. Balkim ularni bir jo'g'inib tursa, kelgusi samoatchilik balkim Uyg'ur uchun taxmin yaxshi bir kino ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi deb o'ylayman. Endi siz Uyg'ur kinochiligining hamda bundan keyingi taraqqiyotiga hamda hozirgi siyosiy va ijtimoiy ahvolimizni ko'z tutgan ahvol ostida qanday qaraysiz? Avval sizningki birinchi tomchi qonga bergan bayingiz qazaq tuzitish kirgizish kerak. Bu Amerikada Hollywoodning kinochiligi unda Xitoyga o'xshash Amerikaning yumshoq kuchini yoki qimmat qarashini dunyoga to'ntimiz degan tarzda yoki uni angliq holda uni men bilmayman, lekin angsiz bir ravishda shuni shakllantirdi. Angsiz bir ravishda bo'ldi. Shunda chiqirdi. Hamda chunki unda bir qahramonni yarasda bu kinoninki asosli tomoshabinlari kimlar desangiz, yosh o'smirlar. Yosh o'smirlar ko'rmagan kinolar bozor topolmaydi amaliyotda shu dunyoda. Bu yaşanğanlar, çoğunlar kinoni jiq ko'rmaydi amaliyotda. Ash hayoti urg'ib turgan yosh o'smirlar, ashlar shu bozor, yezi bozorlar, bozor shaharlardagi yosh o'smirlar bu kinoni asosli qo'shini. Burunni tatib ashunda deyiladi bu narsa shu. Endi bu qahramon degan narsa ashunda yoshlarga nihoyatda sizning yosh vaqtingiz ko'rgan kino birinchi tom chiqqan. Sizga qattiq ta'sir qilganda. Endi bu qahramonni yaratish endi bu ko'rmanlarningki psixikasiga loyiq narsani berish orqali baland kirim yaratadi. Uni kengaytirib jiq sotadi. Bu Hollywoodning nimasi shu, xiyoli shu. Uni boshqa qism ishligini demak ashniki hozir masalan bu surat va hissiyot degandan yaqinda 9-qismini ko'rdik biz dexa. Necha kun oldin ayolim bilan berib ko'rib keldim kecha soat 3 bo'lgan chog'da. Hamda demak ashnimi nima 9 qism ishlaydi desa, ashini yoshlar yaxshi ko'rgachga ashini. Aslında buralık baza bada, şunu kıldı bular. Hem şu jarayonda hem vatanparvarlik deymiz, bazı qimmat qarashni albatta buni singdirish kerak hamda. Chunki u kino deganning buliq sopaldik narsa bo'lmaydi. Hatto xiyoliy fantaziyali kinolardan bir qimmat bo'ladi unda. Ya bir aqnoq bo'ladi, yoki bir yaxshi yomon bo'ladi, shunday bir narsa bo'ladi unda. Shu anda bo'lganda ekan masalan Avatar masalan. Avatar degan film masalan ko'rgansiz ikki qism ishlandi masalan. Shuningdimi yani şu aqnoq, şu adolatsizlik, şu masalasi bor, ziddiyat bor. Ziddiyat bo'lmasa hikoya bo'lmaydi, hikoya bo'lmasa kino bo'lmaydi. Shu anda bo'lganda ekan bu yerda hamda Amerikaninki anda siyosatda uni qasddan qilmaydi. Endi siz degan avu Seyitnochi, Sadir Palvon deganlarni uni ishlash imkoniyati qanday chog'da bo'ldi desa, ham bir mustaqil davlatingiz bo'lganda bo'ladi hamda uni. Masalan, hozir masalan shu qozoqlar mustaqil bo'lganda ekan Çarbuçi deydigan filmlarni ishladi, Abay to'g'riliq filmlarni ishladi. Bu necha filmlarni ishladi, urush filmlarini xeyli yaxshi ishladi. Tumarisni ishladi, shunday yaxshi ishladi. Ko'proq ham shu Mo'ng'ullarga qarshi, ayniqsa Jo'ng'arlarning zulmiga qarshi bir necha filmlarni ishladi bularmi. Endi nima desa, o'zininki tarixiy qahramonlarni qaytadan ko'tarib chiqish orqali davlatchilik iddiasini, millatchilikni, vatanparvarlikni kuchaytirish uchun qiladi ham buni. Nazarboyev o'zi shu beg'ishlim yezib bu kinolarga shuni taqatdi. Endi bu Türklarniki qarsangiz, hozir Turkiyaninki hozir masalan shu Osmonlining qurilish davridagi shu Buyuk Selçuklu deymiz, Osman deymiz, u har qaysi tarixiy davrdagi materiallar, tarix bular uchun tugamas kino manbasi bo'lyapti hozir. Endi bu kinodagi ba'zida diniy kayfiyat quyuq, bo'pmi shu diniy kayfiyat biroz quyuq bularning kinolarida umuman. Chunki 500 yil xalifa bo'lgan ekan bular. Bu narsa Turkiya davlatidagi 70-80 million odamni olib Bangladesh deymiz, Pakistan deymiz, Afgan deymiz, Hindi deymiz, nurg'un davlatlarda, hatto Latin Amerikasida bozor tepadi demdi. Unda bo'lganda ekan, ular uchun bu bir yaxshi ahvol, ham pul tepib,
hem unda devletninki, milletninki yoki ma'lum qimmat qarashlarni o'ziniki g'ururini o'stiradigan temalarni ishlaydi endi. Bularning hammasi men degan ommabop kinochilik bilan astoydil kinochilikni o'rtasidagi bir narsalar-ku bu. Endi buni endi biz ashuna imkoniyat bo'lganda ishlay olamiz. Endi hozir ham Uyg'ur kinochilik siz degandek endi Uyg'ur kinochilik asldimi endi biz Uyg'ur kinochilik deb aytib og'zimizni chiqargandek bir narsa yo'q-da bizda. Endi hozir u yo'q narsa texmi yo'q bo'ldi endi. Lekin endi men ishnima nechoqni yapıyorum şu videolar chiqayotgan TikTok u bulda chiqayotgan vatandan chiqayotgan har xil videolar jiq diqqat qilaman. Endi nurg'un odam uni endi Xitoyning tashviqoti u bu deb bijig'iz gaplarni yo'q qilib ekan endi. Men unda qaramayman. Men u videolarning hammasiga qarab, astoydil qarab battam hatto shu do'yinga chiqqan tamoq lampon yetayotgan ko'rinishda hammasini ko'rib boqaman. Chunki 6-7 yil bo'ldi biz vatanda ayriliqli, vatandagilarning qanday yashayotganligini, nimkunlarni ko'rayotganligini, qanday holat ekanligini bilamiz ham, his qilishimiz kerak hamda, bilishimiz kerak. Shunga qarayotman, anandaki mening inim, ayolimning inisi burun men bilan bir shirkat ishlab, izchilmish filmchilik bilan shug'ullangan inim operator, ayolimning inisi kirish tugichiti, keyin o'z shirkat qurib, hozir filmdan ishlab o'tdi. Arliqda Barat Mo'chan deganda ishlab bir mazgil to'xtab qoldi u. Anandaki yana ishlab o'tdi, lekin bizning vatanda hamda shu bir turkum bizning o'quvchilarimiz, masalan men sana shu yanda 10 yil dars o'tdim. Aş o'quvchilarimiz, shogirdlarimiz, musadik nurg'un biz bildiganlar tirishmoqda davomli hamda. Yani bir filmlarni televiziyada qo'yamiz To'rda, Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yamiz Urumchi televiziya stansiyasida. Ashunda qilib yurib, televiziya stansiyasini hech qanday qo'ymasa be To'rlida Xitoyning To'r bekatlarida bo'lsin, qo'yyapti. Chunki odam nima qilmasin, endi 12 million odam bo'lgan ekan, bu bozor bu ehtiyoj hamon bo'ladi ekan endi. Buning hammani kam qisilib, endi butunlay endi taqvosa boshqa gap endi. Lekin jamiyat yashagan ekan, uning ehtiyoji bo'ldi. Uning ehtiyoji bo'lgan ekan, bozor bo'ldi. Bozor bo'lgan ekan, hem o unda film u bu narsani hozirgacha yana ishlab o'tibdi endi. Lekin night test bak qiyin. Chunki bularninki lagerga ketib bir bili ushtildi. Endi chiqib o'zining studiyalarni qurib endi ishni boshlab qo'yguncha ma Covid bo'ldi deb uyga so'lib yana bir vayron bo'ldi. Bular ikki qatimliq vayronchilikdan keyin hozir yana bir ishlarni qilimiz deyapti. Endi Shirzat Yaqub, Abdukirim Abduzlarning kinolari hamda ular kinoni ishlaydi. Asosiy melodiyani yangiritadigan hukumat pul berdi. Ularning iloji yo'q. Endi bu unda kinoliga baho berishda haqiqatan odam sal tanlik qiladi. Endi tillay desangiz, ham bizning imkoniyatimiz shu endi. Qila oladiganimiz shu. Tillamay desangiz, endi u hukumatningki tashviqot uchun qiladi ishni endi. Shunga endi Uyg'urning ahvoliga bir eg'iz gap bilan aldirab baho berib o'tish adolatsizlik bo'ladi endi. Şunga endi bundan keyingi Uyg'ur kinochiligining taraqqiyotiga men yanala bak aktiv emas. Endi chet elda qo'shnilarlik bir necha ishlar bo'ldi. Muqaddas Mijit xonim u singlimiz bir filmni ishladi. Nikah deb bir filmni. Andik yana bir necha inillarimiz shu yerda bir filmdan ishlashga tirishyapti chet elda. Men o'zimmi imkoniyat bo'lib qolsa, ma'lum bir yana balki menga bir yil vaqt kerak endi. Şunun için eğer imkaniyet bo'lib qolsa, men bu chet elda Uyg'urlar temasida film ishlash uyan banda. Bir turkum yosh bolalar bormi shu hozir shu nimada Amerikada, Yevropada kinochilik bilan kasbiy kasb o'qigan, o'qiyotgan, ketkazgan, yana shuni qilayotgan bir turkum bolalar bor. Endi bularningki endi Uyg'ur kinochiligi degandek narsaga qanchalik bog'lanib uqmayman. Masalan, ular Amerika citizen bo'lsa, Amerikada ishlasa, u film Amerika kinochilik tava bo'ldi albatta. Onun ismini arkaga Amerika deb yozdi. Herkes onu Uyg'ur kinochiligi demaydi hamda. Lekin hamda Uyg'urlarning ashuna kino ishlaydiganlar chet elda bir turkum yoshlar bor, kelgusida yana yetishib chiqishi mumkin. Ham shularning orasidan men ashunda Uyg'urlarningki xuddi Timur Bakmanbetov deydigan qozoq o'xshash Hollywoodlarga kirishini. Masalan, Timur Bakmanbetov degan kishi bir qiziq bir ish bor. Bu kishi Ben Hur degan kinoni qayta ishladi. Bu Ben Hur degan 57-yil ishni Washingtonlik Oscar mukofotiga erishgan kino. Bu kinonun rekordini Titanic buzgan. Hem o Ben Hur'ning ishki yengilab qayta ishlandi hamda. Bu chunki hozir dunyo kinochiligi mo bir xillarlikqa qapsilib qilish holatida hozir. Bir yaxshi bir bo'sish yo'q. Chunki nurg'un temli ishlanib bo'ldi. İcadiyat qilmoq bak tez ish yo'q bu ijodiyatga. Yangilik yaratmoq bak tez ish. Shu ya kon kinoning davom ishlatdi, ya kon kinoni tekrar ishlatdi. Shu Ben Hur degan shu kinoni tekrar ishlagandi.
Şu Timur Bekmambetov işleyen bu 2000 yıllardan aldığı işleyen kino. Aşu Benhart'ki aşu atnınki at bilen ilki Sparta'daki meydanda Rimninki ilki teatrxanasida çapıdığan gün işli aş atnınki japtıklarını bütün Kazakça kılıp ötken gap bu. Aşu Kazaklarning elementlerini aş kinoga singdirgan gap da hamda. Demek hem de o rejissor, Kazak rejissor, Bollywood kıbadi, o Qora kecha, o bu da qo'rqinchli bir necha filmlarni ishladi, tunildi. Hem yana bir kino ishlab, kinoning japtiqlarini, Qozaqlarning elementini, milliy elementini aniq singdiradigan gapda. Demek hem de bu kinochilik degan o'sha narsa hamda. Siz rejissor qanday qilmaysiz, sizning ixtiyoringiz hamda. Gerçi qadimgi Rimdagi otlarnikiga hamda Qozaqlar solgan yurganini deb qo'ysangiz hamda umma bir masala hamda, lekin mening bir Qozoq o'quvchim o'sha kino rejissyorlik kasb o'qigan. Mushtoq ilmiy maqola yozdi qaram. O'qish bitirish maqolasini yozdi. Ash Benhartki ash atning japtiqlaridagi qozoqcha elementlar to'g'riliq bir o'qish bitirish dissertatsiyasi yozdi. Yaxshi baholandi. Demak endi bizdan bundan keyin Uyg'urlarning ichidan hamda ben Uyg'ur kinochiligi deganda bek kallısı kirgizolmasam o Uyg'urlarningki vatan sirtidagi muhojiratlik hayotini aksab turdigan hatta vatandikini mo chet elga o'tyapmi bir qilib bo'ldi. Masalan, muqaddas bo'lib shunda qildi-ku. Shunda qilib bo'ldigan. Andan keyin hatto Hollywoodga dunyoning dangliq kino sahnalariga chiqa oladigan shunda odamlarning yetishib chiqishini umid qilaman endi. Men endi kuchimni yetishtirishim. İnşallah. Yaxshi bo'la. Aldığımız yıllarda bütün sahalarda belki Uyg'urlarningki bir yükseliş ola, kötürülüş ola. Bu bizning vatanda bek çok so'rildi. Sizga ta'sir qilgan narsa nima yoki mushundaq bir yoki artistlarni yoki dangliq shaxslarni yoki adiblarni doim ziyorat qilganchalik bunda so'rilgan bir savollar bor. Hozir bu siz kinolarni sanab o'tirgan vaqtda bu mening kalam shuni gap qoldi. Sizlar bir rejissor bo'lib chiqdingizlar. Bir kinoga bog'langan bir hayotingiz bo'lib chiqdilar. Siz nurg'un narsalarni inch qo'ylaysiz. Bekrek etrafli kuzatasiz. Belki bir filmning oldi-keyinini bog'lab tushunib, kino ishlanish jarayoni bilan shu kinoning qanday ro'yobga chiqqanligi haqida tasavvurlarni bog'lab ko'rsam, siz bizda qolgan nuqul ekranni qo'yib, shuni ko'rmasligingiz mumkin ham bir rejissor bo'lib chiqdingizlar. Endi o'zingizga mush eng ta'sir qilgan yoki bo'lmasa, "Ma kino bir mening o'ylab qolsa bo'pti-kin" degidek shunday bir qizg'angandan shunday bir 3 kinoni sanab beramsiz. Men rostini aytsam, yaxshi ko'radigan unda kinoda bek jiq. Kinolarni mesela sen nima xohlaysan, mesela 3 parcha she'r sanayman hozir mesela. Baratosning Tarim degan she'rdan boshlab, 3 parcha she'r mesela mening o'ylab qolskan deydigan bir narsa, ba'zi o'q uzunlik fuqadan chiqqan vaqtimizda. Men de birse men Abbas'ningki Shirin degan kinosinday. Shirin deb bir kinosi bor. Bu kinoda kino kirib o'tirgan bir top odamningki yaqin ko'nish bilan tugaydigan bir kino bu. Ekran chiqmaydi, ammo ekranda Parat Shirinning kinosi qo'yiladi. Yandan anlık turdi. Endi bu men aqtanida bek Abbasningki bu tasavvurga bek qoyil bo'lgan bir kino bu. Andan keyin az damallıqqa esimim yo'q. İtalya'nın bir kinosu battı. Güzel hayat mı? Aylık bir balı, atı balınınki. Ya, men köprek bekrek yıllık badi filmlerini deyim de. Ama akıllı, yani biz damallık isim kâgini deyim de. Nuri Bilge Ceylan'ınki Maymun diyen kinosunu deyim de. Doğru, ben Maymun deyim de. Abbas'ın makinosunda. Anadaki yani bir Bahman deydiğen bir Kürt rejissor var. O Kürt rejissörünki ismini unutup kaldım. Kürtler demişler bir meşrepki beriş için bir top Kürt muzikantlarını uğruş rayından ötküzüp apırdıgan bir kinosu var. Şunu deyim de onun isim de yok. İşkılıp aşında kinolar hazır belki Avrupa'nınki
Fransiyanınki, İtalyanınki, hatta Amerikanın bazı yerliki naytı adamını uyursap koyduğun kinoları var. Ulanı ismini damalık nim kılamadım. Men köprek kimdik benim koyduğun kinolarım kanda kino dese şu Abbas'ın bir gibi var. Menin kinolarımını köge adam belki azraq uxlab qilishi mumkin, ammo bir umr unutib qolmaydi deydiganchu. Men ashunday kinolarni yaxshi ko'raman. Lekin odat Turkiyani televiziya teatrini ko'rmay, xotinim bilan o'tirib, ularni butunlay ish pishirish uchun ko'raman. Shu Qurilish Osmon, u birgani ko'ravermayman. Ularni faqatlik ko'ngilish uchun, odiq chiqarish uchun birdan o'tirib qilish uchun ko'raman. Ba'zi ta'sirlanma shu kun oldimmi. Lekin o'zim ishlasamkan deydigan narsa shundoq. Hamda shu salliqi bir Mami'nin əsəri, mən rəsmi məndə bir kino işləyəndə tilgə ağdək bir nəsə bolsun dep məndə oylayman. Mesela şu Mami'nin eserim de malum bir timi var mı kaldığınızda ya xiyal tasavvur planlarınızda? Mesela mən həm də Farad Tursun'un hekayələrini vətəndə film işləş doğruluq oylayan mən otısına hekayəsini bəgən. Farad'ınki bək qabahatlik hekayeləri. Şunun içindən mən şu Aflatun'un Gürcikini biraz muvaffaqiyən dep azraq özgərtsəm bo'ladi ekan deb o'ylagan. O'zbek emas, azroq o'zgarsam bo'ldi ekan deb o'ylagandim masalan. Masalan deyimdi. Masalan bizga ashun deb turay hozir. Bu ko'rganlarimizdan bir savollar bormi, boshqa savollar? Vaqtmi bir yak beribdi. Savollar bo'lmasa, sizniki oxirida biz so'ramay qolgan yoki bo'lmasa demush fursatda sizning qo'shib qo'yilgan oxirgi so'zlaringiz bormi tayyorga? Gapni xeli jiddiydik, bir yarim soatdek bo'lib qopti so'zlar orqali. Hamda bizningki bilgan kino adabiyoti va Uyg'ur kinochiligi degan temini anglaganlarchida balkim hamda ssenariy yoziqchilik qiziqadiganlar bor bo'lishi mumkin-ku. Biz bayniyaqi, chunki bu cho'ng tema bo'lg'achqa biz ko'proq tashqi paranglarni jiqroq qilib, ichki cho'nqirlab kirmadik hamda. Mesela senaryo degan zada qanda buldu, onun kurulması qanda buldu, onu qanda yazıdı, o qanda ro'yab chiqdi, qanda temalar kino ssenariysiga mos keladi, ijod qilish degan qanda bo'ladi, boshqa asarni o'zgartish degan qanda bo'ladi. Bu to'g'riliq bizning bugun to'xtalish imkoniyat bo'lmadi hamda. Shunga hamda buni hamda agar qiziqadiganlar bo'lsa, keyin bir qatimliq qilib so'zlasakmi bo'ladi. Chunki bugun hamda men kirganlar garchi jiq bo'lmasam ham aran kirganlarning umidlanib qolmasligini orzu qilaman. Chunki agar ssenariy degan qanday narsa edi bir yezib baqsam yoki ashuni qiziqatdi men sinab baqsam deydiganlar bo'lsa, hamda u to'g'riliq bir narsa bo'linmay qoldi, deyilmay qoldi bunday gaplar. Hemşire hazır sizin gapingiz, gapma qilayotgan kalan bir narsa keldi. Bir senariy yazıqchilik to'g'risida bir ko'rsatish imkoniyati bo'ladimi agar to'g'ri bo'lsa-mi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi bo'ladi. Endi qilsa ma'lum bir sahna yetsa, sizin bir vaqt chiqarsangiz. Lekin gap hamda shuning uchun odam chiqsa bo'ladi. Chunki bu kino ssenariysi yozish degan bu bir igilik-ku, bu kinochilik degan. Masalan, bu igilikning 5i bo'lsa, buni oxir bo'ladi. Bunun 5 yok, ahırı bulmaydı. Çünkü bu bir emgek, bu bir capalık bir iş. Üget küçücüm bolsun, ügen küçücüm bolsun. Hem de sözlesem buludu, ügensi buldu ama bunu işlettiğinga ya olsa buludu. Şuna hem de kuruk emgek kıganının çok ahmeti yok. Eğer kino işlenseydi, biz senaryo bağımı deyip, kendi bir şikayetimi sorap tutsaydı, uçakta andikin biz senaryo yazdığın adamdan terbiyelesek, senaryo yazdığınla yetişip çıkıp özünün senaryosini yezip, emgek kılıp onu pulga aylandırsa bo'lardi. Hem de onu pulga aylandırmay yeziverdiğinga bunda iş uzun bo'lmaydi. Dastlab qiziqib bir ishga odam kirib chiqish mumkin. Andan keyin sal bir ish gapda o'tgandan keyin lasta ishim chiqib qolganda deb chiqib ketadi. Shu bunda ishni eng yaxshisi realroq bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Ama o Abida Abbas Nesrin'inki söz varken mikrofon sizde. Sonradan sual var mı? Salam Tayyip Avazınız pek üzülüp kelyapti da. Hazır avazım yaxshimi? Endi yaxshi.
Amma salam, boy men Tayyarkam gap qatgan vaqtida bir gapga diqqatimni tortdi. To'g'riliq bir so'rab boqay deb o'ylab hozir mikrofonni ichdim. Ya'ni men o'zimning bir kino ishlagan bo'lsam degandek gap qildi-ku. Shu kino qandaqroq bir kinodu deb men qiziqib qoldim-da, xarakteri, ya'ni qandayroq kino bo'lishi mumkin degan. Bulduk. Men ham keyin kirib qolgan o'xshamamdim. Yani men undaq bir narsa ololmadim, anglab o'tdim bo'lmasa. Ameliya'nı Tayyarkamga cevap veremdiki. Men Qiran Abida rahmat savolingiz uchun. Siz endi men bayta yaxshi ko'rgan bir necha filmni dedim endi. Birisi Abbasninki qaysini dedim? Şirin. Shirin degan kinosini dedim. Andan keyin Gilasning ta'mi degan kinosini tavsiya qilaman. Andan keyin siz Turkiyada bo'lgandan keyin Nuri Bilge Ceylanning kinolarini ko'rib beqing. Nuri Bilge Ceylanning yaqinda bir kinosimi texa quruq çöp, quruq qazanma, quruq qazanma, quruq çöpmi? Quruq o't. Quruq o't. Quruq o't degan filmida qiz bosh eng munavvar bosh rolchi degan mukofotga erishdi. Nuri Bilge Ceylanning kinolarini yaxshi ko'raman. Masalan, Yo'l deymiz. Kinosun bek yaxshi. Qish uyqusi. Qish uyqusi. Qish uyqusi degandek. Men ashunda filmlarni yaxshi ko'raman. Ishlasammi? Ashundoq filmlarni ishlasam deyman. Mesela Uygurlardan misal alsam, Paratursun'unki Platon'un Gürcike diye hikayesini okugan buluşumuz mümkün belki. Ha, okugan. Ben aşında hikayeni mesela kino okup işlese dep oylayım mesela. Benim kallamda aşındarak bir temalarını işlesem dep bekrek arzu kılıma. Rahmat. Başkalarının sualı olmasa vaqtma bir yer beripdi. Rahmat Tayyarka. Bugünkü söhbetimiz şunda yaxşı konulik oldu. İnşallah bunu anlık Allah görürmeli. Bundaki yani gördük Allah. Bunun da menfaatini fazla yapamaz. Bizden ama maksat şu. Bular kino kızgırgansız degan kinodan şug'ullanmoqchi yo'q Allah. Senariya, yazıqchilik haqida balkim sizni izlash mumkin. Bizning umidimiz shu. Oxirida bir deydigan yana boshqa so'zingiz bo'lmasa, hamda suhbatni mishada oxirlashtirsak, qanday qaraysiz? Oldu, rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bugun shu suhbatimizni anglag'uchilarga ko'p rahmat. Hammalar omon bo'linglar.